Hozir so'nggi yillar mana shu eshigini ruchkasini qo'ydim. Bilgan bo'lsanglar. Bu ruchkaga yetib kelish uchun mana qancha mashaqqat. Даже oynalargacha yechib olinadi. Oynalari ham bez ramka. Eshik nashibkalarigacha yechib olinadi. Ko'rasizlarmi? Ichi pustoy. Mana. Endi orqasiga kelamiz. Mana orqa. Mana oynalari. Oson emas. Har bitta sohani o'zini ustasi bo'lganda, biz ham alhamdulillah shu elektromobillarni ustasimiz. Agar kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bilasizlar, bizda shu elektronika sohasida elektromobillarni hamma ishini ham qilib moy, hadovoy, batareya qismlari, invertor qismlari hammasini chiroyli qilib beramiz. Ko'rasizlar, bu yerda avtomaster yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, istichoga. Yaqin usta, yaxshi ustalar qidirib yurishgan bo'lsa.